Assalamu alaykum savoqdoshlar. Bugungi darsdan boshlab biz sonlar guruhini o'rganamiz. Sonlar guruhi intayin muhim hukmning birisi. Yaxshi o'rganishinglarni umid qilaman. Oldin bilan sonlar guruhi to'g'riliq qisqacha to'xtalaylik. Sonlar guruhi degan zot nima? Sonlar guruhi deganimiz odatda shu o'xshash turdagi bir to'p uchurlarni odatda bir taraf qilish ehtiyoji tug'iladi. Masalan, bir sinfdagi bolalarningki imtihon natijasi yoki nurg'ulg'an uyg'urcha so'zlar degan o'xshash shundaq ma'lumot tipi bir xil bo'lgan bir to'p sonlarningki to'plamini biz sonlar guruhi deb ataymiz. Lekin sonlar guruhining ichida saqlangan narsalar butunlay son bo'lishini ataydi, yoki harf tizmasi bo'lishi mumkin, harf bo'lishi mumkin, yoki bir to'p ovoz yoki rasm bo'lishi mumkin degandek shu ma'lumot tipi orqali belgilanadi buning tipi. Undaqda sonlar guruhi shu to'p bir taraf qilgan o'xshash turdagi ma'lumotlarni ko'rsatadi ekan. Buni aniqlashda o'xshashlar biz dim jumlasini ishlatganmiz. Andan keyin ishlatgan vaqtida biz masalan dim tırnaq içib 8 as integer bu gapning o'zi aniqlayman degan sonlar guruhisini bütün son qilib buning ichida 8 dona element bo'lsin degan gap. Undaqda bu amaliyotda bir 8 dona o'zgarish miqdorini aniqlaganga baravar, lekin buning ismi bo'ldi. Andan keyin birinchi elementning ismi A0, A1, A2 degandek A7 gacha bo'ladi. Shun biz bu yerdagi tırnaq ichidagi sonni biz sonlar guruhininki o'lchimi deb ataymiz. Yani 8 elementin bir o'lchami sonlar guruhi, yani cho'ng kichikligi. Yani 8 dan elementni sig'dira oladi ekan, buning o'lchami bir o'lchami sonlar guruhi, tipi butun son tipliq. Undaqda mushu bir sonlar guruhi aniqlangandan keyin ishga saqlag'ishda mustaq orqa saqlash bo'shlig'i ajratildi. Masalan, butun sonninki 4 bayt bo'lsa, demak bu yerda A0 dan boshlab A7 gacha 8 dona saqlash bo'limchisi yoki rayonni ajratadi. Demak, buni hamda ziyorat qilish nihoyat o'ng'ay bo'ladi. Masalan, bu element buningki adresi nima bo'lsa A4 yoki bu A6 degandek. Undaqda bularningki hammasi keyin-keyindan orqa-marqa kelgan bo'lg'achqa sonlar guruhiga sonlarni qabul qilishda yoki chiqarishda yoki ularni bir taraf qilishda bo'lsin, biz butunlay oldin qatim o'rgangan davrlik jumlasini ishlatamiz. Masalan, ko'pincha ahvollarda for davrlikni ishlatamiz, chunki buningki davrlikning qatim soni odatda aniq bo'lganligi uchun. Albatta biz do while yoki degandek do until loop degandek davrlik qurilmani ishlatgan ahvollarmi bor. Undaqda biz bir misol ko'rib, biz bir to'p butun sonlarni kirgizib, ularningki umumiy yig'indisini hisoblab boqaylik. Andan keyin ularningki o'ttirchi qiymatini chiqarib boqaylik. Undaqda misol qaranglar. Programning arayüz line bo'lgandan keyin biz undaqda kodni yozib ko'rib boqaylik. Ya'ni knopkani chekkandan keyin tuvangidek hodisa yuz berdi. Biz bu hodisaga shundan mos bo'lgan kodni yozsak bo'ldi. Undaqda biz bu yerda oldi bilan sonlar guruhisini bir aniqlaymiz. Dim A5 as integer. Undaqda bu 0 dan boshlab 5 gacha bo'lsa, jami 6 dona sonlarni kirgizigli bo'ladigan bir o'lchamlik sonlar guruhi aniqlaydi. Odatda biz eskartmasak 0 dan boshlaydi. Undaqda o'zgarish miqdori for I as integer, ya'ni davrlikdagi o'zgarish miqdor I orqali, ya'ni 1 dan 5 gacha deb biz 5 sonlarni kirgizaylik. Kirgizgan chaqda biz input box orqali kirgizmiz. Kirgizib bo'lgandan keyin bularni hamda vaqtida jo'g'lab ma'nsin. Undaqda o'zgarish miqdori sum as integer tang 0. Bu o'zgarish miqdorining roli har qitim qo'shilgan yig'indini saqlab, ya'ni jo'g'lab ma'nudi. Eng dastlabda A1 ningki qiymatni qabul qilib bo'lgandan keyin A1 ni sumga qo'shadi. Sumning qiymati 0,
keyingi davrlikda nexni ko'rgandan keyin ayning keyin qimmat 2 undaq kirgizgan sonni ikkinchi elementni saqlaydi. Ikkinchi elementni oldingi songa qo'shadi, jo'g'laydi. Keyin deganlik uchun ay 3 tane bo'ldi. 3-elementlik qabul qildi sonlarni. Ondan keyin 3-elementlik sonlarni songa qo'shadi, mushtaq qilib jo'g'lab maqdi. Eng oxirida men text box 1ning tekstiga shu sonni chiqaray. Ondan keyin bir davrlik orqali shu eng qimmatni chiqarib boqay. List box 1ning items add ai ustida biz davrlik jumlasi orqali sonlarni qabul qildik. Bu yerda input box bo'lim degan gap desa, input box shu ishlatkichniki knopka taxtasidan bir narsani, bir uchurni kirgizishni talab qiladigan bir funksiya. Buningki parametrda shu qo'sh bashlanchidikini o'z beti chiqardi. Oldidan biz eng yaxshisi miyadagi o'zgarish miqdorini shu ekran chiqidan turaylik. Bundan ham yaxshi bo'ladi. Birinchi element, ikkinchi element deb ko'rinib tursin. Undaqda biz ijro ko'rib boqaylik. 1, ikkinchi element 5, uchinchi element 2, to'rtinchi element 3, beshinchi element 6. Desak, mana demak, buningki yig'indisi 17 ga. Yine misallarni ko'rib, misallarning yig'indisi 17 degan gap. Buni knopkani bosgan chaqda biz for next jumlasi orqali, ya'ni davrlik jumlasi orqali biz 5 ta uchurni biz input box orqali sonlar gruppasiniki shu mas elementiga saqladik. Ondan keyin bu yerda shu elementlarni jo'g'lab maqdik. Masalan, 1 ga 5 ni qo'shdik, 6 qilib bo'lgandan keyin 6 ga 2 ni qo'shib 8 dedik, 8 ga 3 ni qo'shib 11 dedik, 11 ga 6 ni qo'shib 17 dedik. Demak, sonning 17 va text box bilan tekstga 17 ni chiqarib berdi. Ondan keyin yana biz davrlik orqali birdan 5 aylantirib, shu sonlar gruppasi ichidagi barliq uchurlarni chiqarib berdik. Şu bir ölçümlü sonlar gruppasi bo'lsin va yoki boshqa ko'p o'lchamli sonlar gruppasi bo'lsin, bularni mashg'ul qilgan chaqda biz davrlikdan hargiz ayrilmaymiz. Chunki sonlar gruppasi shu o'xshash turdagi, ya'ni ma'lumot tipi o'xshash bo'lgan, ya'ni ma'no o'xshash butun son bo'lgan yoki harf tizmasi bo'lgan shundoq bir to'p uchurlarni saqlaydigan bir alayda bir qurilma ekan. Undaqda buning uchun biz davrlik jumlasi orqali uchurlarni kirgizamiz. Hatta davrlik orqali ularni bir taraf qilamiz yoki chiqaramiz. Shunga sonlar gruppasi odatda davrlik jumlasidan ayrilmaydi. Endi o'tirish natijasini topish uchun biz bu yerga qanday qilamiz desa, sonni chiqarib bo'lgandan keyin buningga uniki sonni bilib olsak bo'ldi. Masalan, ulab sonni bo'limiz aniki soniga o'tirish natijasi degan chiqdi. Mana bu yig'indisi deb chiqsin-da. Demak, bu yerda umumiy yig'indisi, umumiy nomer deganda bu yerda songa chiqarib berdi. Undan keyin buni songa bo'lgandan keyin o'tirchi qimmat chiqdi degan gap. Demak, biz bu misol orqali sonlar gruppasi to'g'riq dastlabki tushunchaga ega bo'ldik. Bu bir o'lcham sonlar gruppasi. Undaqda sizlarmi davrlik jumlasi orqali xohlagan sonlarni kirgizib qo'shib baqsanglar bo'ldi.